Hop, kanalda tashlangan oxirgi misol bor bitta. Demak, China Team Selection Test shu yilgisi 16 masalasi. Bu ikkinchi raund, ya'ni bizdagi ikkinchi tur deydik-ku, shunaqa ikkinchi turni, demak, saralashni ikkinchi turini, ikkinchi kunini birinchi masalasi. Demak, uh, Chinada ham odatda 3 ta tur bo'ladi va har bittasida 3 ta, 4 ta, 5 ta raunddan bo'ladi. Har xil yillarda o'zgarib turgan holatlari bor. Demak, uh, ikkinchi kunni birinchi masalasi. Demak, har kuni 3 ta masala tashalsa, o'sha tashlangan kunini uh, o'sha oson masalasi deb tushunishimiz kerak, osonroq. Lekin unchalik oson emas. To'g'risi, geometriya uh, oson emas deb bo'lmaydi. Demak, unchalik qiyin emas, lekin masala juda chalkash. Ya'ni juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan, sharti juda ham chalg'ituvchi, nuqtalarni misol uchun qanday kelib chiqayotganini anglab yetish juda ham qiyin bo'lgan masala. Bunaqa tipda misol uchun shu yili tushgan yana bitta masalasi bor edi, o'sha National Olimpiadani 2025ni shu ikkinchi masalasi. Misol uchun juda mashhur bo'lib ketgan masala. Endi esda ham qolmayapti, demak, shart. Qandaydir bir maxsus konfiguratsiya emas, mana bunaqa chalkash, qanaqadir bergan, lekin aslida shartda manipulyatsiya ketyapti-da, shartni qandaydir almashtirib tashlayapti nimadirlar bilan va chalg'itib yuboradi o'quvchilarni. Demak, masala shartini qaytadan o'qib, masalani qaytadan, misol uchun, boshqacha chizmalar bilan chizilsa, demak, yaxshiroq holatlarga keladi, ya'ni. Ya'ni oldindan biladigan qanaqadir konfiguratsiya yoki biz biladigan chizmalarga tushirishimiz mumkin. Ya'ni biladigan hodisalarimizni foydalanish uchun. Xo'p, va shartni o'zgartirgan holda, masalan, juda oson yechib qo'yadigan masalalar, misol uchun o'sha IMO 2016 P1, 2020 P1 yoki 2022 P4 kabi masalalar shartni biroz boshqacharoq tushungan holda, ya'ni misol uchun qandaydir to'rtburchak berilgan, unaqa nuqtalar olingan emas yoki uchburchak berilgan, ichida nuqtalar olingan emas. Qandaydir boshqacha tushunish kerak, ya'ni birinchi misol uchun shu nuqtani berilgan deb aylana chizib olish kerakdir yoki shu nuqtani boshida misol uchun to'rtburchak bilan boshlasa, balkim uchburchak bilan berilgandir. To'rtburchakning 4-nuqtasida qandaydir shartlar yozib tashlagan, u shartlar orqali u nuqtani uchburchakka nisbatan qaragan yaxshiroqdir. Ya'ni shunaqa shartini biroz o'zgartirish orqali masalani soddalashtirish mumkin. Misol uchun, bu masalada nima deyapti? Endi masalaga o'tadigan bo'lsak, bu masalada demak, kanalda ko'rgan bo'lsangiz, demak, sharti berilgan A, B, C, D qavariq to'rtburchak. Endi chizma chiroyliroq bo'lishi uchun, ya'ni mana shunaqa chizib olsak, misol uchun bu yerda o'zi asosiy shartda nima deyilgan? Mana bu yerda 90, A burchagi 90 va D olingan. D nuqta, demak, va D A bilan D si teng. Demak, A burchagi 90, D A bilan D si teng. O'zi bunaqa holatlarda A B C to'rtburchak, D A bilan D si teng, mana bu 90 desangizlar ko'p narsa topmaysizlar odatda. Ya'ni buni qanaqa yana boshqacharoq insidentlar bilan baholasa bo'ladi. Ya'ni buni nima deymiz biz? D markazli, agar D A radiusda aylana chizsam, A dan ham, C dan ham o'tadigan aylana B A ga urinadi. Tushunishim kerak. Ya'ni boshqacha aytganda, bu chizma xuddi birorta aylana berildi, aylanada ikkita avasi nuqta olindi, shu bitta nuqtasidan urinma o'tkazildi, unda B nuqta olindi degan bilan bir xil. Ya'ni, xo'p, endi nima qilyapti? Demak, va mana bu B tomonda ixtiyoriy Y nuqta olinyapti, mana bu D Y'si o'tmas bo'lib qolishi kerak. D Y'si o'tmas bo'lib qolishi kerak. Boshqacha aytganda, misol uchun D dan bu yoqqa proyeksiya tushirsak, ya'ni 90 gradus balandlik tushirsak, shu balandlik tushadigan asos qismi bor-ku, mana shu yerni. Misol uchun D' deb tursak, shu D' bu tomonda, C tomonda, mana C D' birorta Y nuqta olyapti endi. Y nuqta olyapti va demak, bu ixtiyoriy nuqta. C D' o'zgarib turishi mumkin. Ixtiyoriy Y nuqta olyapti va mana bu yerda Y nuqta olinsa, albatta unga yopishgan mana bu D Y'ni ajratgan burchaklari ma'lum bo'lib qoladi. Bu tomondagi burchak, bu tomondagi burchagi Y nuqtaga nisbatan berilgan bo'lib qoladi endi, chunki A, B, C dalar qotirilgan. Va
misol uchun mana bu burchak mana bir tayoq chizilgan. Ya'ni b o'zi masala shartida d y sini, ya'ni d y davomida f nuqta olindi degan, d y s burchak a b f burchakka teng degan. Yoki boshqacha aytganda, d y b burchak mana bu f b va bu tomonga davom ettirsak shu yoqdagi burchakka teng deb tushunsak ham bo'ladi. Demak, shunaqa qiladigan qilib f nuqta olindi. Bu degani e nuqta berilsa, albatta f nuqta topiladi. Ya'ni f nuqta o'zi ixtiyoriy tanlanadigan nuqta emas, y ga nisbatan olinadi qandaydir. Lekin masala sharti mana shu yerda chalkashroq berilgan f nuqta d ning y ning mana bu ajratgan o'ta noma'lum bo'lgan burchaklari orqali berilyapti. Bizga qulayroq bo'lardi qanaqadir balkim nimadirlarni simmetrik ko'chirishlar yoki aylana kesish nuqtalari, to'g'ri siqla kesish nuqtalari yoki qandaydir spiral ko'chiramizmi nimadirni shunaqa bo'lib aniqlanganda f nuqta yaxshiroq bo'lardi. Chunki bu burchak qiymatlarini bilmaymiz ham, ishlash ham noqulay. Xo'p, endi xo'p f nuqta berildi, keyin nima qilyapti? Mana d y'si, mana shu d y'si, yana shu o'sha burchakka yopishamiz. D y'si. Buni tashqi aylanasi olinyapti, o nuqta, tashqi aylana markazi. D y'si o nuqta olinyapti va FO davom ettirilyapti-da, P nuqta olinyapti FOda. FP bilan FP teng bo'lib qolyapti. FB bilan FP teng bo'lib qolyapti. Ya'ni qisqasi FOda birorta P nuqta olindi deb turaylik hozir. Shu u nuqtani qandaydir xossalari bo'ladi hozir. FP bilan FP teng. Va P nuqta tanlandi. Endi bu degani yana misol uchun mana Y nuqta olinsa, U nuqta, demak o'zgaruvchi faqat Y nuqta ekanda. E nuqta. Chunki E bor, u ham qotiriladi, F ham qotiriladi. Demak, FOdagi P ham qotiriladi. Chunki F qotirilgandan keyin F bu konstanta berilgan bo'lib qoladi. E ga nisbatan aniq hammasi topiladi. P ham bor va BP bilan A'si tutashtirsa Q ham bor va demak mana bu isbotlashimiz kerak. Bizning isbotlashimiz kerak bo'lgan narsa burchak AQB. Ya'ni mana bu AQB, mana bu yerda ikkita tayoq chizilgan burchak teng burchak FDP yoki DPF. 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 Mana shu ikkita burchak tengligini ko'rsatishimiz kerak. Xo'p, masala ancha chalkashroq, lekin masalani biroz o'zgartiramiz. Mana bunday qarasak, demak, birinchi misol uchun chizayotganda, demak, shunaqa chizsangizda, misol uchun misol chizib ko'rganda masala demak, ko'p narsa topib bo'lmaydi. Juda ham noaniqliklar ko'p. Misol uchun va birinchi asosiy P nuqtani esdan chiqaringlarda, faqat Y va F nuqtalariga yopishamiz. Misol uchun Y ni qanday tanlasak qulayroq, F o'zi qanday aniqlanadi Y ga nisbatan. Va mana burchaklar bilan aniqlanishi bizani qanoatlantirmaydi. Xo'p, birinchi navbatda D nuqtani yozib olaylik. Misol uchun xulosa keladi, D nuqta noqulay. Chunki mana bunaqa to'rtburchak hech narsa qila olmaydi. Nimaga to'rtburchak bilan ishlash qiyin? Chunki to'rtburchakda hech qanaqa o'xshashlikni ham ishlata olmaymiz. Va hokazo. Misol uchun spiral similarity qanday gammatik narsalar ham to'rtburchak uchun juda ko'p tashkil qiladi. Unaqa to'rtburchaklar orasida unaqa xossalarni ayta olmaymiz. Ya'ni murakkab ular. Eng yaxshisi uchburchaklar bilan ishlash. Demak, nima qilamiz? A, B, S uchburchak yoki aylana qandaydir berilgan. Ya'ni bizda nima qilinyapti? A, B, S uchburchak berilyapti. A B ga A dan perpendikulyar chiqarilyapti va mana bu A tomon o'rta perpendikulyar bilan tutashtirilyapti. Unda bor nuqta va shu D nuqta hosil bo'lyapti yoki D ali aylana chizilyapti. Endi shuni hop biroz boshqacharoq chizib olsak. Mana misol uchun aytaylik, hop. Mana A B uchburchak berildi. A B uchburchak berildi. Demak, hop. Chizma nisbatan qulayroq bo'lishi uchun, demak, bu burchakni o'tmasroq qilsak, yaxshiroq chiqadiganga o'xshayapti. Shuning uchun bu burchakni o'tmasroq qilamiz. Ya'ni mana B. Mana A. Mana bu S. Mana hozir. Demak, A, B, S. Xo'p. Endi demak, bizda nima bo'lyapti? Demak, A dan perpendikulyar chiqarilyapti. A, B ga. Demak, mana 90 yasayman.
Demak, perpendikulyar. Va A'sidan o'rta perpendikulyar chiqaraman. Teng olishburchak burchak hosil qilinyapti. Mana teng va mana bu yog'i ham teng. Demak, teng. Mana bu D nuqta mana. Bu demak ABSga nisbatan uchburchakka nisbatan D nuqta aniqlanadi. Xullas, mana bu yerdagi burchakni alfa desak, bu yoq 90 minus alfaga buramiz yoki 90 gradus chiqaramiz. Teng olishburchak yasaymiz. Endi bu uchburchak yana qayerlarda bo'lardi desa, ABSni tashqi aylana markazini olsak, misol uchun u qayerlardadir yotsa, bu yerda yoki tashqarida farqi yo'q. O, misol uchun mana O yotsa, mana o'rta perpendikulyar, bu yoqdan o'rta perpendikulyar chiqarsak, taxminan shu yo'llarda yotsa, u mana bu uchburchak shunaqa bo'lardi, ya'ni SOB. Xuddi mana shunaqa 90 minus alfa, 90 minus alfa, bu yoq 2 alfa bo'lgan uchburchak bo'lardi. Demak, S uchga nisbatan shu uchburchakni misol uchun burildi deb qarasak ham bo'ladi bu yoq. Xo'p. Endi Y nuqta nima qilyapti? Demak, D nuqtadan misol uchun bu yoqqa perpendikulyar tushirilyapti. Misol uchun perpendikulyar tushirilyapti. Bu nuqtani ishlatmaymiz o'z aslida. Lekin demak, Y nuqta mana bu yerda olinadi qayerdadir. Qayerdadir olinadi. Hozir misol uchun mana S ni agar simmetrik ko'chirsam, mana bunga nisbatan buni ikki xil qarash mumkinda, mana S strix. Va bu ham albatta ma'lumki D S strix ham endi mana bu radiusga teng bo'ladi, ya'ni DA ga, DS ga, DS strix bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni bunga nisbatan simmetrik ko'chirdik. Yoki hozirdan chizib qo'ysak bo'ladi. Bu aylana misol uchun bu ham qulay. Ba'zida uchburchak emas, balkim aylana chizib, aylanani bitta vatari berildi, bitta uchidan urinma o'tkazildi deyish ham mumkin. Qulayroq chiqadi shunda. Uchburchak ham misol uchun ko'plik qilishi mumkin-da, noqulaylik. Misol uchun mana D markazli mana shunaqa aylana bor. Mana D markazli. Demak, A da urinadi mana bu tomonga. A da urinadi mana bu tomonga. Va shu A'si aylana vatari qandaydir B uchi olindi. Uchburchak xohlagancha surilaveradi. Demak, bu nuqtani sursak, demak bu vatarlar o'zgaraveradi. Faqat B mana bu urinmada o'zgaradi, xolos. Demak, endi davom ettirib turaylik. Demak, endi nima bo'lyapti? Xo'p, demak, aylana bor, demak D bor. E qayerda olinyapti? E nuqtamiz mana shu B'sida mana bu urinma tushirilgan, D'dan proyeksiya tushirilgan, shuni bu yog'ida olinyapti. Qandaydir nuqta. Va misol uchun E olinsa, mana E olindi deylik, mana berildi nuqta. E nuqta olindi. Va bizdagi asosiy masala juda ham muhim aylanalardan biri albatta markaziy keyinchalik ishlatiladi. Demak, DE'sini tashqi aylanasi. Demak, mana DE'sini davom ettiraman. Buni davom ettiraveramiz, chunki F nuqta qayerdadir olinadi hozir. DE'ni qayerdadir olinadi va DEs aylana. Demak, DS aylanani chizadigan bo'lsak, misol uchun DS aylana. Demak, bizga keyinchalik kerak bo'ladigan aylana. Misol uchun, demak bu yoqdan S, demak bu sal bu yoqdan o'tadi. Demak, qandaydir DS aylana. Demak, tashqi aylanasi Y nuqta berildi. Va bu aylanani qayerdadir kesib o'tadi. Shu nuqta muhim. Shu nuqta muhim. Misol uchun mana aytaylik, G nuqta. Misol uchun J nuqta kesib o'tdi. Xo'p, endi F ni aniqlashimiz kerak. Y ixtiyoriy olindi. F ni aniqlab olishimiz kerak. F qanday aniqlanyapti? Birinchi navbatda. Xo'p. Aslida F misol uchun mana asosiy mana bu yerda g'oya nima edi? Misol uchun mana F mana bu nuqta qanaqa nuqta desak, biz nima qilishimiz kerak? Agar men mana bu burchakni yoki boshqacha aytganda, misol uchun mana F, B, Y ga birorta aylana chizib yuborsam, F, B ga aylana chizib yuborsam, demak mana shu yerda g'oya olamiz. Demak, F, B, Y ga aylana chizib yuborsak, hozir burch engilcha esing keladi. Agar F bu yerda bo'lganda, F, B, Y ga aylana chizib yuborsam, mana burchakni ifodalab olsam bo'ladi. Ya'ni F, B bu yoqqa ketayotgan burchak Y ning oldiga keladi va qandaydir burchak tengliklarini shu yerda hosil qilamiz. Shuning uchun misol uchun qulay, demak, YJ ni davom ettiramiz.
Demak, e'tibor bersangizlar, demak, bu yerda tenglik bor. Ya'ni, hop, bizda mana bu JD, bu ham radiusda hozir. D ni radius. Ya'ni D markazida aylanadi radius. Bu ham teng. Va boshqacha aytganda, mana bu uchburchak teng yonli. SDJ teng yonli. Yoki mana boshqacha aytganda, SJ, misol uchun mana qotirib chizib olsak, kesmani. Vatar yoki ikkita aylanadi umumiy radikali bu. Mana qizil aylanani ham, yashil aylanani ham umumiy radikali. D nuqta bitta aylanani markazi, ikkinchi aylanada yotadi, o'rta perpendikulyarda yotadi yoki qandaydir olganda mana bu qizil aylanani mana bu yoyni o'rtasi desa bo'ladi. Bu esa agar E nuqtani qizil aylanada yotishini olsak, bu tashqi bissektrisasi bo'ladi-da shunda. Yoki burchaklardan aytadigan bo'lsak, demak tashqi bissektrisa bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak bilan mana bu burchak teng hozir. To'g'rimi shunda? Tashqi bissektrisa bo'lishi kerak-da mana bu burchakda S, Y, J da. Oddiy sinus burchaklardan olib kelsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni bu aylanadi. Chunki bu teng bo'lgandan keyin uni tutib turgan mana bu S, Y da mana buni alfa desak, demak alfaga tiralgan burchak va mana bu yog'i ham alfa bo'ladi, mana bu yog'i ham alfa bo'ladi. Bu alfa bo'lsa, buni qo'shnisi bu yoqqa yana alfa bo'lib tushadi. Xullas bir xil, bir-biriga teng bo'lib qoladi. Yoki o'sha bu yoyni o'rtasi bo'lgandan keyin tashqi bissektrisa bo'ladi. Ikkinchi yoyni o'rtasi bu tomonda, ya'ni S, J ajratib turgan yoyni o'rtasi ichki bissektrisasi bo'ladi. Mana bu S, Y, J uchburchakda. Endi xo'p, bizga mana shu burchak kerak edi o'zi. B, Y, D burchak buni nariyog'iga o'tib qolardi hozir. Ya'ni hozir mana burchak, ya'ni B, Y, D burchakni bu yoqqa o'tirib qo'ydik biz. J, Y, D ga. Va mana bu yer ikkita tayoq chizsak bo'ladi endi mana bu yerga. Chunki vertikal ko'chyapti. Va aynan shu burchak kerak edi. Chunki agar buni hozir qayerdadir kesishtirsam, mana aytaylik H nuqtada kesishsa, H nuqtada kesishsa, F qayerdadir olinsa, FB aynan shu burchak bo'lardi. FBH. Xo'p, misol uchun mana F nuqta mana bu yerda olindi desak, bizga ma'lumki, masalan, shartiga ko'ra mana shu yer aynan ikkita tayoq bo'lardi hozir. Masalan, shartiga ko'ra, chunki bizada FB bu yoqqa davom ettirilgan burchak aynan shu D, Y, B ga tengligi berilgan edi. Bu yoqqa ko'chdi, bu yoqqa ko'chdi. Ko'rdingizmi? Y berilsa, J qotiriladi. Chunki Y berildi degani D, Y sini tashqi aylanasi qotirilgan. Mana D markazida aylanib qotirilgan. Demak, uni ikkinchi marta keshish nuqtasi J bor. J ni davom ettirsam, H bo'lsa, demak endi F ham qotirilar ekan. F qanaqa nuqta ekan desa, mana bu yer siklik bo'lib qolgani uchun, demak F nuqta nima bo'lib qoladi hozir? F nuqta, demak bu qaysi ikkita aylanadi? Ya'ni to'g'risini, demak D ning yoki mana bunaqa E, B, H. Chunki hozir J qotirilsa E ga nisbatan J ni A B bilan tutashsam H ham qotiriladi. Va bundan xulosa kelib chiqadi, demak E, B, H aylanani, demak ning mana bu D ni davomini ikkinchi marta kesib o'tishi yoki D ni ikkinchi bor kesish nuqtasi. Kesish nuqtasi aynan biza qidirayotgan F nuqta ekan. Demak, bu nisbatan yaqinroq. Nimaga? Bu ko'proq xosdan berdi. Chunki biz ikkita aniq ko'p ishlatilishi mumkin bo'lgan J va H nuqtalarini aniqlab oldik birinchidan. Ikkinchidan, bu boyagi tashqi bissektrisa bo'lgandan keyin bizda allaqachon, demak, mana bu aylana ham bor endi. Ikkinchi qizil aylana ham bor. Ya'ni muhim aylanalardan biri. Ya'ni F, Y, endi bularning ikkinchi kesish nuqtasi ham bor, qayerdadir urinmaydi. Ikkinchi kesish nuqtasi, misol uchun spiral similarity ishlatadiganlar bittada sezadi. Ikkinchi kesish nuqtasi spiral markaz. Demak, mana bu yerda qayerdadir kesishsa, spiral markazi bizga hozircha kerakmaydi. Ikkinchi kesish nuqtasi. Demak, bu aylana bor, F nuqta aniqlandi, demak bo'ldi. Y nuqtaga nisbatan. Qanday aniqlanar ekan? Y nuqta olindi, bu yoqqa J o'tkazildi. Ya'ni bu aylana bilan katta mana bu yashil aylana kesishtirildi, Jda J davom ettirildi. H, demak, Y, B, H aylana chiziluvdi. D ni ikkinchi marta kesish nuqtasi F bo'lib qolar ekan. Va mana bu qaranglar, bu burchak bu yoqqa, bu burchak bu yoqqa teng. Boshqacha aytganda, yana mana bu uchburchakda, ya'ni Y, B, H uchburchakda, qaranglar, bu tomoni ham ikkita tayoq shunda bu vertikal ko'chadigan bo'lsa. To'g'rimi? Ikkita tayoq chiziladi. Demak, bu degani uchburchak B, Y, H. B, Y, H da Y, F tashqi bissektrisa yana. Tashqi bissektrisa xuddi pastdagi uchburchakka o'xshab.
Tashqi bisik bu degani F nuqta mana buni o'rtasi. Ya'ni yoyni o'rtasi BH mana bu qizil aylanadan ajratgan katta yoyni o'rtasi yoki boshqacha aytganda F nuqta mana bu BH ni o'rta perpendikulyarida yotadi. O'rta perpendikulyarda yotar ekan. Va aylana bilan, demak, xohlasak aylana bilan aniqlaymiz. Fni xohlasak oddiygina J ni davom ettirib H bilan tutashsak, BH ni o'rta perpendikulyari bilan D ni tutashtiramiz, bo'ldi. F nuqta kelib chiqadi. Burchak tenglik berilgan shartlar bajariladi. Hozir biz berilgan shartlarni burchaklardan qutulish uchun F nuqtani burchaksiz aniqlash variantlarini ko'ryapmiz-da. Ya'ni mana burchaklarni yo'qotib turib, qandaydir aylanalar, to'g'risiklar yoki perpendikulyarlar bilan qandaydir to'g'risik aylanalar kesishmalari bilan aniqlayapmiz-da. Nimadir kesishib qolyapti F nuqtada. Bu yaxshi. Demak, F nuqta aniqlandi. Bo'ldi. Demak, endi O nuqta ketadi bu yoqda. Hozir mana bu qizil aylanani markazi bilan F tutashdilar. O'zi aslida shu yerda hozir nima bor bizda? E'tibor beringlar. Mana bu yoqda teng yonli uchburchak bor. Ya'ni bu ikkita uchburchak bor. Muhim uchburchak, ya'ni mana bu uchburchak va mana bu teng yonli uchburchak. To'g'rimi? Teng yonli uchburchak va burchagi, mana uchidagi burchagi mana bu yerga teng. Va bu burchak bu yoqqa o'tadi va bu yoqqa o'tadi endi aylanadan. Va mana bu yerda yana teng yonli uchburchak bor. Demak, ikkita uchburchak o'xshash. Ikkita uchburchakka o'xshash. O'xshash bo'lgandan tashqari bular perspektiv markazga ham ega. Chunki bu uchi tutashtirsak yega kelyapti, bu uchlarni tutashtirsak yega kelyapti, bularni tutashtirsak yega kelyapti. Demak, qarama-qarshi tomonlar tutashsa, dezarkga ko'ra bir to'g'risida yotishi kerak. Perspektiv markaz perspektiv o'qni bajaradi, beradi. Va bundan tashqari o'zi bunaqa uchburchaklarda nima bo'lib qoladi? Demak, bular spiral o'xshash ham bo'lib qoladi. Va spiral o'xshash markazi mana bu. Qanaqasiga? Har bitta ikkita kesmani, demak, tashqi aylana ikkita kesmani, misol uchun D E ga o'tyapti, misol uchun J H ga o'tyapti, tutashtiryapman E dan. Demak, bu aylana bilan qizil aylana chizildi. Ikkinchi marta kesishgan nuqta spiral o'xshashlik markazi shu kesmani bu yoqqa buradi. Ya'ni mana shu markazga ko'ra mana bu uchburchakni bundoq aylantirsam, tevaragida misol uchun soat strelkasiga qarshi bundoq aylantirsam, D aylanib F ga keladi, J borib H ga boradi, S B ga boradi. Mana bundoq aylanadi. Shu nuqta atrofida o'zi bu aslida mana bu aylanani aylantirsam nuqtalar o'tadi. Aylanalar mana markazga ko'ra, mana ikkita qizil aylana spiral o'xshash. Bu borasida ham o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rdim, faqat yana hisob-kitobga ko'proq o'tib ketib qolyapti. Murakkabroq. Xo'p. Endi nimalar bor? Demak, mana bu bisektrisa bor. Endi mana bu S shtrix nuqtani bekorga aytmadik. Endi faraz qiling, demak, masala nisbatan boshqacha bo'lib qoldi. Endi to'rtburchak emas, uchburchak. Va bizda nima bo'lyapti hozir? Biz P nuqtani aniqlashimiz kerak. P nuqtani aniqlashimiz kerak. Va e'tibor bersangizlar, F va D bir-biriga o'xshash nuqtalar bo'lib qolyapti. Demak, D markazli, D, J, D, S mana bunaqa radiusda aylana chizdim. Demak, mana bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash bo'lsa, nimaga F markazli, B, H, F, B yoki F, H radiusda aylana chizmasligim kerak? Chunki P nuqta ham shu aylanada yotadi. To'g'rimi? Chunki bizlarga berilgan-ku F, P teng F, B deb yoki F, H. Bu degani, xuddi mana bu yashil aylana D nuqta orqali qanaqa chizilgan bo'lsa, F nuqta orqali endi yana bitta yashil aylana chizaman. Ya'ni B dan H dan o'tadigan. F markazli. Bitta katta aylana chizaman, u P dan o'tadi endi. Ya'ni buni aylana markazi O, misol uchun mana buni o'rta perpendikulyarda yotadi, albatta qayerdadir va bundan tushirilsa, mana O desak, mana bu yerni mana qizil aylanani markazi, kichik qizil aylana. Demak, F10 davom ettirsam, o'sha F10 ni davomi, ya'ni F10 davomi, demak, mana bu F markazli FP yoki FH radiusli aylanani qayerda kesib o'tsa, o'sha P bo'lar ekan. O'sha P bo'lar ekan. Endi u P bilan keyinroq hozir to'xtalamiz. Hozircha mana shu yashil aylana o'zi qanday aylana? Bu yashil aylana tepada katta yashil aylana, ikkita qizil aylanalar bular nimani anglatadi? Anglatyapti, shuni ko'raylik. O'zi birinchidan u holda o'sha ikkita aylanani radikal o'qi yuzaga keladi. Ya'ni bitta aylanani markazi F, bitta aylana markazi D. Demak, radikal o'q DF ga perpendikulyar bo'lishi kerak. Demak, qaysidir ma'noda misol uchun mana faraz qilaylik, shu aylana mana bu B sini davom ettirdim.
E'tibor beringlar, bosishni davom ettirdim. Va bu aylanada, mana bu kichik D aylanada, mana bu J, Y, S shtick qanday vazifani bajarsa, tepadagi aylanada xuddi H, Y mana bu yoqda qandaydir nuqta shu vazifani bajaradi. Nimaga? Chunki e'tibor beringlar, bu bir xil uchburchak bular. Chunki mana bular teng radiusda, ya'ni mana bular radius, bu radius, unga unga qarama-qarshi burchaklari teng. Demak, nima bo'lishi kerak? Uchburchaklar, ya'ni bu simmetrik ko'chadi bu yoqqa, o'rta perpendikulyar bo'lib qoladi, teng uchburchaklar bo'lib qoladi. Demak, xo'p, bundan xulosa kelib chiqadi. Demak, demak, bu radius bu burchak teng va hokazo. Demak, bu bunga perpendikulyar, ya'ni mana bu hozir tizma asir chiqishi uchun bu rang bilan chizaylik. Ya'ni mana bu to'g'risi o'zasida mana bu D ga perpendikulyar. Ya'ni aylanani o'rtasiga tushirilgan, ya'ni perpendikulyar tushunsak bo'ladi. Xo'p, endi buni burchak tengliklardan qarasa ham yoki boshqacha qarasa ham, chunki mana bu yoqdagi burchak, misol uchun, buni ham aniqlay olasizlar. U mana bu radiusga tiralgan burchakda, mana bu yoqdagi teng radiusga tiralgan burchak va hokazo. Xo'p, demak, xuddi tepada ham xuddi shu xossa bor bizda. Yuqorida ham bu D, Y, S shtrix, D, Y, J uchburchaklar teng, ya'ni bitta tomon umumiy, bitta burchagi teng, mana bu tomonlar teng. Demak, yuqorida ham xuddi shu narsa bor. Bu burchaklar teng va radius bo'ladi. Endi hozircha mana faraz qilaylik, F markazli, B, H, endi shu aylanani chizgim kelmayapti. Misol uchun shu aylana F markazli B, H radiusli aylana, misol uchun endi shu masofa demak qayerdadir chizilsa, ya'ni qayerdadir kesib o'tdi deylik buni. Kesib o'tdi deylik. Xo'p, B qaranglar, S shtrixga o'tgan bo'lsa, B shtrixga o'tadi endi. Demak, va aniqki bu ham radius. Misol uchun mana bu ham, demak, mana bu ham radius. Demak, bu radius. Xuddi mana bular kabi, bu F bu kabi, F H kabi, bular radius. Bu bir to'g'risiga emas bu. To'g'ri bilinglar, bir to'g'risiga emas mana bu H bilan. Lekin radius. Demak, o'sha katta yashil aylanada yotadi. Va bu yerdan xulosa kelib chiqadi. Bu radius xuddi mana bu uchburchaklar ham teng endi. F, Y, B shtrix, F, Y, H aylanal uchburchaklar teng. Chunki bitta tomoni umumiy, bu burchaklar teng, unga yopishgan tomonlar teng. Oddiy sinuslarni qo'llasangiz ham, demak, mana burchak sinusi bilan bu burchak sinusi teng bo'lib qoladi. Ular bir-biriga teng bo'lib qoladi keyin burchak. Va bundan xulosa kelib chiqadi. Demak, o'zi aslida mana bu ham, ya'ni mana bu tomonlarni tutashtirsak, mana faraz qilinglar, bu tomonlar tutashdi H bilan. Ya'ni va bu ham bunga perpendikulyar. O'rta perpendikulyar bo'ladi o'zi. Xullas, shu katta yashil aylana BH', demak, bilan kichik yashil aylanada JS' bir-biriga parallel va F va D lar shuni o'rta perpendikulyarlarida yotadi. Agar ular parallel bo'lsa va o'rta perpendikulyar bir to'g'risida yotsa, demak, teng yonli trapetsiya bor bizda. Demak, J, S', H, B' teng yonli trapetsiya, chunki ularning o'rta perpendikulyarlari bitta to'g'risida yotibdi. Va aylanalar nima bo'lib qolyapti? E'tibor beringlar. Demak, o'zi aslida nima ekan? Demak, Y berildi degani, Y o'sha trapetsiyalarni, ya'ni qaranglar. Demak, S', J, B', H teng yonli trapetsiya. Va buni diagonallari kesish nuqtasi nima? Y nuqta. Demak, E nuqtamiz diagonallar kesish nuqtasi ekan. Teng yonli trapetsiya, diagonallar kesish nuqtasi, diagonallar E nuqtada kesishadi va F va D lar shunga moslab olinadi. Demak, o'rta perpendikulyarda ixtiyoriy D olinishi mumkin. Ya'ni bu yerda xulosa kelib chiqyapti. Agar men Y nuqtani fiksirlasam, boshidan Y nuqta o'zgaruvchi emas edi endi. Y nuqtani fiksirlaymanda bitta o'zi trapetsiya olaman teng yonli. Diagonal kesish nuqtasi Y bo'ladi. Bu qotiriladi. Endi D nuqta o'zgaradi o'rta perpendikulyarda. Trapetsiyaning o'rta perpendikulyar diagonal kesish nuqtasini o'tadi albatta. Demak, o'rta yonli trapetsiya. Demak, D nuqta ixtiyoriy olinadi. Lekin agar D olinsa,
Misol uchun D olinsa va A ham olinishi kerak hozir. Shunda. To'g'rimi? Ya'ni boshqacha aytganda D ixtiyoriy olinadigan bo'lsa, demak, tengli trapetsiya J bor, D bor, Y bor. Demak, bu qizil aylana qotiriladi. Demak, D nuqta ixtiyoriy bo'lib qoldi. Endi qizil aylana qotiriladi keyin. Qizil aylana demak ikkinchi diagonalni, ya'ni B shtrix diagonalni qayerda kesib o'tsa, u S bo'lib qoladi. U ham qotiriladi. Demak, o'zi trapetsiya bor degani H, B, J, B shtrix bor degani. Demak, bu bor allaqachon. Demak, E ham bor. Demak, endi D ixtiyoriy olinsa, demak, unda J bor. To'g'rimi? Bu J bor edi. Demak, bu aylana bor, qizil aylana. Demak, S bor. Demak, D olinsa tamom ekan, S olinadi keyin. Endi D olingandan keyin mana bu trapetsiyaning bu tomoniga perpendikulyar tushiriladi-da, demak, mana bu yashil aylana bor endi. Ular bir-biriga teng bo'lib qolishi kerak. Ya'ni trapetsiyaning tomoni emas bu. Trapetsiyaning tomoni emas, e'tibor beringlar, hozir adashdik, bu yo'q. Demak, S shtrix bor, J bor aytgancha. S shtrix bor, J bor va B shtrix bor, H bor. Demak, Y trapetsiyani diagonal kechish nuqtasi, demak, D ixtiyoriy nuqta olinsa, demak, mana bu qizil aylana bor, bundan S bor bo'lib qoladi. S bor bo'lib qoladi va demak, mana bu yoqda bu trapetsiya bor edi. Demak, buni oldindan berilgan trapetsiya deb qarashim ham mumkin ekan. Demak, mana bundan parallel chiqarsam, mana bu bilan bu yoqqa kesishsa, trapetsiya kattalashadi. Va bu trapetsiya bo'lib qoladi. U holda bu D ixtiyoriy olinadiki, D olindi degani J bilan S shtrix olindi degani. Hozir agar J bilan S shtrixni olsak, D majburiy bo'lib qoladi. Demak, trapetsiyaga o'tib olamiz. Xo'p. Demak, masala qanday bo'lyapti? Endi demak, agar shu trapetsiyaga o'tib olsak, hozir uchburchakdan ham ko'p narsa topish qiyin. Masalan, Mazlinsga qarasangizda bo'ladi, yaxshiroq yechimi yo'q baribir. Demak, uchburchakdan ham yaxshi narsa topish qiyin. Endi masala hozir trapetsiya chizadigan bo'lsak, nisbatan oydinlashishi kerak. Chunki endi masala nima bo'lyapti? Mana faraz qilinglar, ixtiyoriy, misol uchun trapetsiya olish uchun, demak, oldin uchini olaman. Demak, mana faraz qilaylik. Mana trapetsiyaning yon tomonlari olindi. Mana trapetsiyaning yon tomonlari. Endi xo'p. Demak, teng yonli trapetsiya olyapmiz. Qaranglar, teng yonli uchburchakli yasaladi. Misol uchun mana ikkita teng yonli uchburchak yasaldi. Ikkita teng yonli uchburchakli yasaldi. Demak, mana bu yerda trapetsiya hosil bo'ldi, bizga kerakli bo'lgan. Va bizga kerakli bo'lgan trapetsiya hosil bo'ldi. Demak, mana bu yerda o'rta perpendikulyar bor endi. O'rta perpendikulyar bor. Demak, bu o'rta perpendikulyar. Endi diagonallar ham shunda kesishadi. Diagonallar ham shunda kesishadi. Va diagonallar kesish nuqtasi boyagi belgilashga moslab ketaveramiz. Bu E. Diagonallar kesish nuqtasi E. Lekin trapetsiyani uchlari J bilan S shtrix emas, bittasi B. Ya'ni mana bu B. Qanday B bo'lishi mumkin desangizlar, mana bu oddiy bu yerdagi g'oya Z shtrixni olmayapman-da. S shtrixni o'rniga. Chunki Z va J va S shtrixlar bu D ga bog'liqda. D ni tanlasam, demak, hozir ularni tanlasam D bor bo'lib qoladi. Agar D ni tanlasam, ular bor bo'ladi baribir. Lekin B ga nisbatan. Uning eng yaxshi tomoni trapetsiyaning yon tomonini bu deb olay. Chunki B dan parallel chiqaryapman hozir. Asosiy g'oya B dan mana bunga parallel chiqarsam, agar mana bu H Y ni qayerdadir kesib o'tsa, xuddi mana bu teng yo'l trapetsiya bo'ladi endi. Chunki Y yana diagonal kesish nuqtasi, yana o'rta perpendikulyar. Qaranglar, B dan perpendikulyar tushirsam, ya'ni mana bunga perpendikulyar tushadi va shuncha marta simmetrik davom ettirsam, albatta mana bunga tushadi. Yana. Chunki burchaklar tengda mana bu yoq. Mana B niki o'tadi bu yoqqa endi. Va natijada B shtrix H B mana bu nuqta teng yo'lli trapetsiya bo'ladi. Katta teng yo'lli trapetsiya. D esa shu o'rta perpendikulyarda olinadi. F nima bo'ladi? F. Hozir mana bu agar men S shtrix bilan J ni ishlatsam, F ni yana topishim kerak. Lekin agar B bilan mana bu nuqtani ishlatsam, F trapetsiyaning tashqi aylana markazi, F qotirildi. Ya'ni trapetsiya bor degani
Qaranglar, teng yo'l trapetsiya. Chunki teng yo'lli trapetsiya tashqi aylana markazi bor va tashqi aylana markazi asosan o'rta perpendikularda yotadi va yon tomonni o'rta perpendikularda. E'tibor bering, mana FH, F bu teng, demak bu yoqlar ham teng bo'ladi. F trapetsiyaning tashqi aylana markazi. Demak F mavjud bo'lib, F qotirildi endi. Ya'ni o'zi aslida masalani bu yoqdan qarasa, qandaydir ma'noda teng yo'lli trapetsiya berilgan, F uni tashqi aylana markazi va D o'rta perpendikularda olindi, mana bunaqa yon tomonga urinadigan aylana chizildi, bo'lib ketyapti do'st. Ya'ni masala nima bo'lyapti? Demak, teng yo'lli trapetsiya olindi. Buni teng yo'lli trapetsiyaning tashqi aylana markazi F va e'tibor beringlar, hozir agar shunaqa talqin qilsak F ni, mana qizil aylanani markazi O bo'lsa, demak bu ikkita aylanani tashqi markazli, ikkita aylanani markazlari tutashtirilyapti. Radikalog, demak bu bizga nisbatan mantiqan ko'proq narsa beradi. Ikkita aylana F bilan, misol uchun bitta aylanani markazini tutashtirgandan ko'ra, uni davomida P olingandan ko'ra, bitta aylana chizdim, ikkinchi aylana chizdim, ularni ikkalasini markazdan tutashtirdim. Demak, qaysidir ma'noda radikalogga perpendikulyarligidan qanaqadir xossalarini keltirsak bo'ladi. Ya'ni, xullas Y olindi, mana bu yog'i B ekan, buni yonidagi pastdagi H ekan, mana demak buni bu yoqqa ko'chirilgani diagonal bo'yicha, demak B' ekan. Boyagi chizmadagi nuqtalar bo'yicha ketyapmiz. Videoda qaytarib ko'rsangizlar bo'ladi. Demak, va buni bu yoqqa ko'chirilgani, xo'p, birorta nuqta bilan belgiga H' deb turaylik. Mana H bu yoqqa ko'chgan bo'lib qolsin, mayli. Demak, mana shunaqa teng yo'lli trapetsiya olingan ekan. B, H, Y boyagi nuqtalar bilan hozir ustma tushib boradi, e'tibor beringlar. Endi buni tashqi aylana markazi F bo'lib qolar ekan endi. Chunki mana B, H ni o'rta perpendikular tushirsam va demak tashqi aylana markaz chizsam, demak bu mana shu F bo'lib qolar ekan, bizga kerakli bo'ladigan. Va D mana shu yerda yotadi hozir. Chunki F, Y mana bularga perpendikular. D qayerdadir bo'ladi hozir. Bu yerdami olinadi. Lekin D olsam, e'tibor beringlar, D olsam, mana bu yerda yaxshida. Misol uchun D o'rta perpendikularda yotgandan keyin mana bu ham bunga urinma bo'ladi, do'st. E'tibor beringlar, mana bu ham bunga urinma bo'ladi. Chunki oddiy mana burchak tengligidan D dan, misol uchun bu tomongacha bo'lgan masofa, endi o'rta perpendikularda yotgandan keyin D dan bu tomongacha bo'lgan masofaga teng bo'ladi. Bu degani o'sha DA radiusda aylanib, bunga ham yon tomonlarga urinma bo'ladi. Qisqasi, D nuqta mana bu yerda ixtiyoriy olinar ekan. Misol uchun mana shu yerda olsam va mana bu yerga, mana burchakka ichga aylansaman. Bu tomonlarga mana bu YH bilan YB ga urinish shart emas. Oddiy burchakka ichga aylanasam. Demak, D ixtiyoriy qayerdadir olinadi. Misol uchun mana faraz qilaylik. Chizma balkim yaxshiroq bo'lishi uchun ichkarida olib ko'raylik. Shunda yaxshiroq chizilsa kerak. Mana D mana shu yerda olindi. D. Demak, D ixtiyoriy olinar ekanda. Endi A qayerda bo'ladi desangizda, A oddiygina D dan bu yoqqa perpendikular tushiraman, tamom. Mana bu endi parallel emas. Sal bundayroq olsaylik. Demak, A. Mana bu A ekan. Bo'ldi. Demak, A olindi. Demak, D bor, A bor, endi S kerak. S nima desa, demak DA radiusda aylanib chizsam, D markazli DA radiusda aylanib chizsam, endi bunga urinadi hozir bu tomonga. Bu tomonga urinadi. Mana B dan o'tmaydi, lekin urinadi-da, bundoq kelib ikkinchi diagonalni qayerdadir kesib o'tib ketadi. Mana shu yer S bo'lib qoladi hozir. Va bu borib yana D dan misol uchun bu yoqqa ham perpendikular tushirsak bo'ladi. Demak, bu endi A' deb turamizda, A ning simmetrik ko'chirilgani bo'ladi bu yoqqa. Mana bisektrisada yotibdi, mana burchaklar teng va hokazo. Demak, S mana shu D markazli, A' mana bu ichki aylana chiziladi hozir mana burchakka, mana bu yerini kesib o'tsa, mana shu yer S bo'lib qoladi, do'st. Demak, va masalada barcha shart bajariladi. Biz xohlayotgan. Chunki masaladagi boyagidek A B uchburchak berildi, A S tomonga A B dan perpendikular chiqarildi va teng yo'l uchburchak yasaldi. Shunaqa yasalyapti. To'g'ri. Endi B tomonda Y nuqta olindi, bunisi tomonda Y nuqta olinyapti. Va burchaklarni tekshirib ko'rsangizda bo'ladi boyagidek. Demak, burchaklar biz xohlayotgan burchaklar teng bo'lib qoladi. Bo'ldi. Demak, masala mana shunday berildi. Endi mana shu holatda O ni topamiz va P ni topamiz va bu chizmada ishlasak bo'ladi. O'zi aslida D ixtiyoriy olinsa va bu yoqqa perpendikular tushirilsa va mana bu aylanani chizib olaylik. Hozir demak, bizani yashil aylanamiz mana bu bo'ladi. Yashil bilan emas. Misol uchun, xo'p, mana bu nuqtani ham olaylik. T nuqta. Mana. Xo'p, endi bu perpendikular tushirildi degani mana bu yerda aylana bor deganda. Demak, TD diametrli aylana. O'zi aslida doim e'tibor beringlar, trapetsiyada demak,
Aa, mana bu T, mana bular teng trapesiya. O'zi har qanday trapeziyada buni tenglikdan ham olib kelsa, har qanday trapeziyada buni chizsangizlar, mana bu, keyin mana bu yerda nuqta to'rttasi harmonik bo'ladi, bir xil nisbatda bo'linadi. Ya'ni nisbatlari cross ratiosi bir chiqadi aylantirib harmonik. Buni boyagi chizmadan ham bilasizlar, demak bunaqasiga chizgan. Hozir bu ikkalasi chekslikka boryapti, tutashyapti-da chekslikda. Demak bu yerda harmoniklik bor. Yoki o'zi boshqacha aytganda mana bu aylana-ku bu. Misol uchun agar teng trapeziyaga aylana chizsam, buni ham misol uchun bilamiz nimaga harmonik bo'lishini. Yoki boshqacha harmonik aylanan nuqtalar ham bor. Misol uchun mana bu kessa, bu degani nima degani? Mana bu T nuqta bo'lsa, T'ni radikal o'qi albatta mana bu parallel bo'ladi trapeziyani tomonlariga. Mana bu yerdan chiqarilgan perpendikulyar bo'ladi. Polar line. Mana bu yerdan chiqarilgan perpendikulyar bo'ladi. Va T'dan kesuvchi o'tkazilsa, misol uchun mana bu yerni x da kessa, mana bu yerni y da kessa, mana bu diagonal kesish nuqtasi y desak, nima bo'lib qoladi hozir? T, x, y, y minus 1 yoki 1, demak bu harmonik bo'lib qoladi. Misol uchun kursda davomida ham buni juda ham ko'p ko'rganmiz. Boshqa videolarda ham qarasangizlar bo'ladi, kanalda tashlangan. Demak, T, X, Y, Y harmonik. Nisbatlar ko'paytmasi birga teng. Va lekin bu diametr-ku. Diametr-ku X, Y. Bitta aylanada diametr olinsa va harmonik olinsa, bu Apollon. Ya'ni misol uchun harmonik nuqta berilsa, misol uchun buni ham ko'rgan. Mana aytaylik, mana X, Y misol uchun Z, T misol uchun to'rtta harmonik nuqta berilsa va ikkitasini tanlab diametr qilib aylana chizib olsa. Bu Y va Z ga nisbatan Apollon bu. Ya'ni boshqacha aytganda bundagi olingan ixtiyoriy A nuqta uchun mana bu ichki bissektrisa bo'ladi, mana bu yoq tashqi bissektrisa bo'ladi. Tashqi bissektrisa bu Apollon. Oddiy misol uchun cross ratiodan sinuslardan olib kelsangizlar ham bo'ladi. Sinuslar nisbatlariga cross ratio shunaqa almashadi yoki isbotlash shart emas bunaqa faqat olimpiadada. Demak bu Apollon. Demak x, y, z harmonik bu Apollon. Demak bu degani misol uchun endi F markaziy aylana F nuqta qatnashadi. Demak F markaziy aylana o'sha ikki katta yashil aylanamiz bo'ladi. Mayli shuni chizib olaylik. Mana misol uchun bu demak mana F markazli trapeziyani tashqi aylanasida endi bu. Trapeziya berilyapti bizga. Demak bu F markazli aylana, trapeziyani tashqi aylanasi chizildi. Demak mana bu yer vaqtincha biz uchun Y. Mana bu yer X. Va bundan xulosa kelib chiqadi. Demak, hop, ixtiyoriy, demak, bu aylana X, trapeziyani tashqi aylanasi o'z aslida mana bu Y va T uchun Apollon aylanasi. Ya'ni ixtiyoriy nuqtani olsam bu aylanada, misol uchun H ni olamanmi, B ni olamanmi, B ni olaman. Ixtiyoriy nuqtani olsam, misol uchun H ni olsam, T H Y uchburchak uchun mana bu ichki bissektrisa bo'ladi, bunisi tashqi bissektrisa bo'lib qoladi. Shu uchburchak uchun tamom ixtiyoriy nuqtani olsam, T Y bilan shu uchburchak chizib olaman, ichki bissektrisa H ga tushadi, tashqi bissektrisa Y ga tushadi. X ga tushadi, Y ga tushadi. Va hokazo. Xo'p. Endigi masala mana bu aylana shuni kesib o'tsa nima bo'ladi hozir? Mana bu aylana. Ya'ni biz bor masala haqida gaplashamiz. Bunaqa masala bor edi. Ya'ni oldindan boshqa ma'lum konfiguratsiyalarda, ya'ni harmonik nuqtalarning konfiguratsiyalarida bunaqa masala bor. Mana shu aylanani kesish nuqtasi muhimda, mana shu yer. Mana shu aylanani kesish nuqtasini S desak, ya'ni ikkita aylanani kesish nuqtasi bunaqa holatda. Ya'ni bu nima bo'layapti? To'rtta harmonik nuqta, ya'ni harmonik nuqta olindi, Apollon aylanasi chizildi, lekin bitta nuqtadan o'tuvchi diametr qilib, lekin Y'dan o'tmayapti. Bu D tanlanyapti-da, shunaqa diametrli aylana chizib olinyapti. Shunaqa holatlarda nima bo'lardi? Har doim esda qo'ying, shunaqa holatda, misol uchun mana bunaqa holatda, misol uchun mana X, mana Y, Z va T.
Va agar hop x y diametrga aylantirsam, bu harmonik nuqtalar berildi xolos. X y diametrga aylantirsam, y t uchun bu Apollon aylanasi. Endi men olyapman y tini orasida, misol uchun orasida bo'lishi ham shart emas o'zi, pastga ixtiyoriy. Mana shu to'g'risida ixtiyoriy birorta nuqta olyapman, d y tini orasida d nuqta olyapman-da. Endi aslida harmonik nuqtalar olinsa, ularni diametr qilib aylantirsa, ular bir-biriga nima bo'ladi? Ortogonal bo'lgan aylanalar bo'ladi, ya'ni orasidagi burchak 90 gradus. Urinmalar orasidagi burchak ortogonal aylana bo'ladi. Lekin ixtiyoriy d nuqta olsamda, endi t ni diametr qilib aylantirsaman, y ni diametr qilib aylantirsaman, ya'ni bu tomonlardan. Boshqa yoki boshqacha aytganda y ni, misol uchun, diametr qilib aylantirsam yoki boshqa, va doim mana shu t ni diametr qilib aylantirsangizlar, esda qo'yinglar, t ni diametr boshqa ixtiyoriy nuqta oldim. Ixtiyoriy t nuqta olib t ni diametr qilib aylantirdim. D y ga tushsa, orasidagi burchak 90 bo'lib qoladi. Lekin d y ga tushmasa, boshqa bir nuqta bo'lsa, mana bu yer s bo'lsa, mana shu y d s ni tashqi aylanasi mana bunga urinadi. Mana shu yerdan. Bunaqa xossalardan ba'zida mixlinear boshqalarda ham ishlatiladigan joylar bor. Demak, bunga urinadi, ya'ni mana bu aylanaga urinadi. X, Z ga urinadi. Demak, hop, nimaga shunday bo'ladi? Mana bu qismida ko'ramiz. Mana aytaylik, mana bu harmonik oddiy d nuqta ixtiyoriy olindi. T da diametrli aylanadi endi bu. Chunki d dan bu yoqqa perpendikulyar, b dan bu yoqqa perpendikulyar chizildi va chizildi aylana. T da diametrli aylana, aylana markazi T dan o'rtasi. Va S olindi. Va bizdagi asosiy xossa nimaga? Mana buni tashqi aylanasi bunga urinadi. Xo'p, agar misol uchun tushunarli bo'ladigan isbot misol uchun bo'lishi mumkin, angle chasing. Misol uchun qanday qilib desangiz, mana oddiy mana buni chizaman. Demak, bizning g'oyamiz nima ketyapti? G'oya oddiy mana buni chizib oldik, mana. Va mana buni chizdik. Demak, mana shu burchak tashqi aylanasini qaramoqchimiz, ya'ni S, D, Y. Shu burchakning tashqi aylanasi nimaga? Mana bu yashil aylanaga urinadi. Ya'ni Apollon aylanasiga urinadi. Xo'p, urinishini ko'rsatish uchun bitta oddiygina, ya'ni bu angle chasingdan agar tashqi aylanasi chizilgan, o'zi aslida mana bu yerdan bu aylanaga urinma o'tkazsam, buni orasidagi burchak mana bunga tengligini ko'rsatsam bo'ldi, urinadi. Misol uchun hozir mana shu yerdan urinma o'tkazdim deb qarasam, esdan mana shu yashil aylanaga urinma o'tkazib turay. Yashil aylanaga urinma o'tkazsam, bu yashil aylanaga urinmaligi aniq, lekin D, Y, S ni tashqi aylanasiga nimaga urinadi desam, mana bu yerdagi burchakni mana bu yerdagi burchakka tengligini ko'rsatsam bo'ldi. Demak, urinma bo'lib qoladi. Xo'p, bu burchak nimaga teng? Mana burchak. Yashil aylanaga urinma bo'lgani uchun endi mana bu qismdagi burchakda bu D. Endi misol uchun bizga D noqulay bo'lishi mumkin, lekin mana bu qulay bizga. Ya'ni mana bu yer. Va bu qismini ajratib olaman-da uni. Bu qismi mana bu yoqqa ko'chadi. Urinma bo'lgani uchun bu aylanaga. Mana bu yoqqa ko'chadi. Bu qismi, demak, mana bu yerdagi qism mana bu yerga ko'chadi. Xo'p. Demak, biza birinchi bu masalada, ya'ni bu yerda ko'proq biroz educational bo'lyapti bu dars. Demak, mavzu misol yechishga emas, orasida ko'proq nimalarni ko'rsak bo'ladi. Boshqa xossalarni ham keltirib o'tib ketamiz. Demak, birinchisi, har doim mana bu harmonik xossalarini alohida yozib olsangiz bo'ladi. Balkim shuni o'zini birinchisidir. Yoki mana bu 1 bo'lib, misol uchun kerak bo'ladigan mana bu 2, Apollon aylanasi 1, bu 2 yoki asosiy bizdagi xossamiz birinchi deb oladiganimiz, demak, S yana tashqi aylanasi urinadi. Demak, trapeziyan tashqi aylanasi F markazida aylanadi turadi. Trapeziyan tashqi aylanasiga urinadi. Shu S yana tashqi aylanasi. Xo'p. Demak, bu burchak bu yoqqa ko'chadi. Demak, chunki bunga o'tkazilgan urinma. Endi orasidagi burchak esa, orasidagi burchak, e'tibor beringlar, o'zi bu mana bu yoqda buni S ni simmetriga ham bor, o'zi mana bu yoqda. S ni simmetriga ham bor. Chunki o'zi bu aylanalar, demak, markazlari bu yerda yotgandan keyin simmetrik ko'chadi, perpendikulyar bo'lib. Demak, endi orasidagi burchak nima bo'ladi? Lekin orasidagi burchak o'zi S ni bilaman. S ni misol uchun oladigan bo'lsak, biz aslida bu yoqdagi burchak bu yoqqa ko'chdi. Biz biladigan narsamiz, e'tibor beringlar, mana bu orasidagi burchakni nisbatan
soddaroq qilib olib olishimiz kerak. Demak, orasidagi burchakni qayerdan soddaroq qilib olsak bo'ladi. Demak, hozir mana buni chizadigan bo'lsam, ya'ni perpendikulyar davom etadi. Buni esni simmetriyaga o'tadi bu tomondagi. Esni simmetriyaga o'tadi va mana bu yer ham bir tayoq chiziladi. Nimaga? Chunki u bu yoqqa tengda bu. Mana x s mana bu s chek desam, bu tomonga o'tilganini, bu yoqqa o'tadi-da o'zi. Mana bu yoqqa o'tadi. Bular bir-biriga teng. Chunki aylana markazlari bu yerda yotibdi. Oddiy vatar o'rta perpendikulyar bu yoqqa ko'chyapti. Xullas, demak, mana bu yer ikkita mana bu burchakda, ikkita mana bu burchak. Endi bu tomonichi. Bu tomoni. Bu tomoni bu aylanadan mana bu yoqqa o'tyapti-da. Mana buni bittasiga teng. Xullas, ikkita mana bu burchakka bitta mana bu burchak qo'shilyapti. Nimaga buni beradi? Demak, shundan davom ettirishimiz kerak, demak. Ikkita mana bu burchakka bitta mana bu burchak qo'shilyapti. Demak, u bu burchakni berishi kerak. Xo'p, adashmasam bu burchak emas. To'xtanglar, sal adashdik. Bu burchak emas. Mana bu yer u. Ya'ni S gacha bo'lgan qismi. Ya'ni mana bu qism u. Mana shu yer ikkita tayoq. S gacha, chunki bu aylanada shunga tiralyapti. Demak, bitta bu burchakka yoki buni bunaqasiga chizsam simmetrik-ku bular S bilan S. Demak, bu tomoni ham shunaqa. Demak, bitta bu burchakka ikkita mana burchak qo'shilyapti. Nimaga bu burchakni beradi? Endi bisektriса D nuqta o'yindan chiqdi. Burchaklar faqat mana bu Y, X, T, Y ga bog'liq. Demak, bu Apollo aylanasi dedik, to'g'rimi? Apollo aylanasi bo'lgandan keyin bu tashqi bisektrisa-da bu. Tashqi bisektrisa bo'ladigan bo'lsa, Apollo aylanasining markazi nima bo'lardi? Apollo aylanasining markazi nima bo'lardi? Bu urinmani kelish nuqtasi bo'lardi. Ya'ni T, S, D ga, E ga, demak, T, S, E ga aylanasiga urinma, ya'ni S nuqtadan urinma o'tkazsangizlar, bu aynan SF da bu. Demak, Apollo aylanasi demak shunaqa bo'lardi. Urinma shunga keladi. Demak, SF ga keladi. Va bu burchak bir tayoq bo'lsa, shuni ikkilangani, misol uchun gamma deb tursak, mana bu ikki gammasi mana bu yer bo'ladi-da. Qaqras bizga ikki gamma kerak edi. Buni ikkilangani. Va urinma bo'lgandan keyin mana bu aynan ikkita tayoq chiziladi. Mana bunga teng. Ikkita tayoq chiziladi. Demak, buni ko'rsam bu kelyapti. To'g'rimikan? Demak, to'g'ri. Xo'p, xullas, mana bu fakt. Bu fakt demak juda ham muhim. Ya'ni demak 4 ta harmonik nuqta, ikkita diametr qilib aylantirildi, ya'ni Apollo aylanasi berildi. Xohlagancha nuqta olindi. T da olindi. Bitta aylantirsam, bu yoqda urinma bo'lib qoladi. Buni uch burchakda tushunish ham mumkin. Mana faraz qilinglar, uch burchakda ichki bisektrisa olindi, tashqi bisektrisa olindi. Demak, ichki bisektrisa olindi, tashqi bisektrisa olindi. Va demak harmonik nuqtalar hosil bo'ladi va Apollo aylanasi bor, ya'ni Apollo aylanasi qaysi? Mana bu diametrli aylana. Mana bu yarim aylanada bu. Yarmi pastda yotadi. Mana shu Apollo aylanasi. Shu aylanada ikkita nuqta uchun ichki bisektrisa bu yoqqa, tashqi bisektrisa bu yoqqa tushaveradi. Xo'p, endi uch burchak tashqi aylanasini chizsam, mana bu nuqtada urinma o'tkazsam, Apollo aylanasi markaziga boradi. Mana F nuqta desam, Apollo aylanasi markaziga boradi. Yoki mana bu ikkita nuqtani o'rtasiga boradi. Xo'p, bu yerda shundan foydalandik. Bizda nima bo'lar ekan? Mana shu bu tomonda, misol uchun, banallikni asosi olinishi mumkin, boshqa olinishi mumkin, juda muhim masalalar kelib qolishi mumkin. Misol, ixtiyoriy nuqta olsam, misol uchun D va misol uchun mana bu diametrli aylana chizsam, ya'ni diametrli aylana chizsam va Apollo aylanasini qayerdadir kesib o'tsa, ikkinchi nuqta borki, mana bu uch burchakda, misol uchun, mana A bo'lsa uch burchak bo'lishi mumkin va mana bu B, D, mana shu urinish nuqtasidan chizilgan mana shu uch burchak tashqi aylanasi hozir mana Apollo aylanasiga urinib qoladi. Har doim. Va hokazo. Xo'p, bu yerda shu holat bo'ldi. Demak, bizda demak urinma SF bo'ladi. Demak, xulosa nima bo'ldi? Xulosa trapetsiya chizilsa, demak D nuqta ixtiyoriy olinsa,
Demak, teng yo'lli trapeziya chizildi. T bor, x, y'lar bor. Oddiy bisektrisani shu trapeziya tashkillanasining kirish nuqtalari D ixtiyoriy olindi. D dan bu yoqqa perpendikulyar, T dan bu yoqqa perpendikulyar tushirdi. Mana bu yerda S olindi. Ya'ni a, perpendikulyar tushildi, u S u yerda emas. Faqat mana bu aylana bilan trapeziyaning tashkillanasi S da kesishsa, S, D, Y aylana mana bunga urinma bo'lib qolar ekan. Xo'p. Endi misol uchun bu birinchi xossa desak, misol uchun ikkinchi xossa yana shu chizmani chizib olaylik. Hop. Balkim o'tmasa yaxshiroqmi? Demak, balkim bundayroq chizamiz. Demak, bunaqasiga chizsak, bitta perpendikulyar. Ana, hop, hop. Demak, bu yerga kelsa, bunaqasiga, hop. Demak, teng trapeziya, demak, mana bu yer B edi, mana bu yer H edi, mana bu yer H' deb turdik, mana buni B' deb turdik va diagonallar kesishtirildi. Demak, diagonallar kesishsa, diagonal kesish nuqtasi Y ekan, mana shular berilgan edi o'zi aslida. Diagonal kesish nuqtasi Y ekan, Y va mana bu o'rta perpendikulyar bisektrisda mana bu yer T ekan. Va bizda nima bo'ldi? Bizda faqatgina oddiy boshlanishiga endi A D nuqtani oldik xolos. Qayerdadir. Misol uchun mana shu yerda D nuqtani oldim va bu tomonga perpendikulyar chiqarildi. Misol uchun mana shu A bo'lib qolar ekanda boya. Bizda o'sha kerak bo'ladigan. Xo'p, endi anaqasiga aylanadi, u sekinroq aniqlanadi, lekin bizdan bilgan asosiy narsamiz hozircha, demak, bundan bu yoqqa o'tkazilsa, mana A shtrix bo'lsin. Ani simmetrik o'tkazilgan. Endi bu yoq bunaqasiga perpendikulyar bo'ladi va mana bu aylana, demak, mana bu aylana va yoqdagi yashil aylana bizga kerak bo'ladi. Demak, demak, mana bu yashil aylana demak. Hop, trapeziyaning tashqi aylanasi. Pastdagisi demak Y dedik. Mana bu kesib o'tadigan X dedik. D olindi. Bizda mana shu aynan kesish nuqtasini oling. Bu tomonda A bo'lsa, bu tomondagisini olyapmiz. S desak, nima bo'lar ekan? S desak, kesish nuqtasini S D ni tashqi aylanasi. Bunga misol uchun mana S ni tutashtiraman, S ni tutashtiraman. Mana shu uchburchakning tashqi aylanasi bunga urinma bo'lar ekan. Urinma bo'lar ekan. Xo'p, demak, bu mana bu urinma ekan. Va va demak, bu urinma bo'lsa, yana nima bo'ladi? Misol uchun, urinma bo'lar ekan, demak, bu yerda harmoniklikdan va hokazo, demak, oldin ko'rsatdik. Urinma bo'lsa, demak, mana bu yerdagi nuqta muhim endi. Muhim. Birinchidan, misol uchun oddiy harmonikni ko'chirsa ham bo'ladi yoki oddiy nisbat ishlatadigan bo'lsak, misol uchun mana aytaylik,
F tursin bu yoqda. Demak, bizlar bilamizki, misol uchun mana shu nuqtani, misol uchun S shtrix deb turay. S shtrix deb turay. S emas bu. S o'zi qanaqa edi? S D markaziy D A radiusda aylantirsam bu yoqqa urinma bo'lib keladi. Bu tomonda A shtrixga urinma bo'lib keladi-da, u ham mana shu S shtrixning yonidan o'tadi. Bizning maqsadimiz S bilan S shtrix ustma tushib qolishini ko'rsatish. Shunda mana bu DC'ni tashqi aylanasi o'zi mana shu aylana bo'lar ekan degan xulosa keladi va S P ga tushib qoladi. Nimaga? Chunki F ni hozir bu aylanani DC'ni tashqi aylanasi bilan davom ettirsam, bu S ga boradi. Endi ikkalasi bitta joyga boradi, urinish nuqtasiga va o'sha FS FB bo'lgani uchun S ning P bo'lib qoladi. P juda ko'p xossaga ega bo'lgan, bu yoqda bu aylanada yotadigan nuqta bo'lib qolar ekanda. Demak, mana shuni S shtrixligini ko'rsatish uchun bitta narsani ko'rsatish kerak. Oddiygina D S shtrix, ya'ni bu ikkinchi ishimiz bo'ladi. Nimaga? D A ga teng. D A ga teng. Va o'zi aslida tepaga e'tibor bersangiz, bu qandaydir diametrli aylana, T D shtrix diametrli aylana. Mana bu esa bunga urinadigan qandaydir aylana. Endi bizda bor narsa shuki, mana bu burchak muhim. Mana misol uchun oddiygina mana shu burchakni Y burchakni. Misol uchun mana S Y T ni misol uchun birorta alfa deb tursam, endi misol uchun ikkita aylana bor. Mana S D S shtrix aylana bor. S D Y aylana bor. S shtrix endi bu bilan kesishgan nuqtasi olindi. S D Y aylana urinyapti yashil aylanaga. S D Y aylana radiusi, endi aylana markazi O bo'ladi. Demak, radiusi kichik R bo'lib tursin va markazi O bo'lib tursin. Boyagi aylana bilan bir xil bo'lishini ko'rsatmoqchimiz buni. Radiusi R bo'lib tursin. Va tepadagi aylana, misol uchun mana bu T D diametrli aylana, demak T D diametrli aylana, demak buni radiusi katta R bo'lib tursin. Demak, u holda katta R shtrix deylik. Katta R shtrix bu T D ning o'rtasi olinsa bo'ladi. Bu bizga yozib kerak emas. Shunaqa bo'lsa, bu aylanalar umumiy radari, umumiy nimasi, radikal o'qi nima? SD. 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 Va SD bir tomondan bir aylanadan qarasak, mana bu sinus alfa burchakka tiralgan bo'lgani uchun, demak bu 2R sinus alfaga teng. Boshqa tomondan esa mana bu burchakka teng. Ya'ni mana bu burchak bo'yi ikkita tayoq chizgan burchagimiz edi. Bu burchakni hozircha misol uchun bilmayman, beta deb turamiz. Boya ishlatgan burchagimiz urinma bo'lganda shu burchakni ishlatuvdik. Uch burchakning burchagida u mana bu T S E uch burchakda shu bitta burchagi. Bu uch burchakning ichki sektsiyasi x ga tushadi, tashqi sektsiyasi y ga tushadi hozir. Shuni bitta burchak olinyapti. Yuqoridagi shu burchakka tiralgani uchun u aylanadi. SD yana nimaga teng bo'ladi? Ikkita R shtrixni sinus betaga ko'paytiraman. Ikkita R shtrixni sinus betaga ko'paytiraman. Va bu ikkalasi bir-biriga teng ekan. Bu ikkalasi R sinus alfa, R shtrix sinus beta bir-biriga teng ekan. Demak, xo'p, o'zi aslida nima bo'lardi? Mana bu S shtrix Y deganim D shtrix deganim nimaga teng? Misol uchun mana D shtrix desam, bu nimaga teng bu? D shtrix deganim bu tomondagi burchak muhimda hozir. Bu alfa emas, lekin bu ya'ni mana bu T D B orasidagi T Y B orasidagi D aralashmayapti bu yerda. Oldindan shu trapetsiyani burchagida u xohlasam bu tomonni olaman. Chunki bu yoqqa tengda u bir-biriga. Bunga teng xohlasam trapetsiyani diagonallari orasidagi burchak, diagonallar orasidagi emas, diagonali bilan mana bu o'rta perpendikulari orasidagi burchakda, u balandligi orasidagi burchak deymizmi diagonali bilan. Shu ma'lum bir oldindan ma'lum bo'lgan burchak. Oldindan ma'lum bo'lgan burchak, misol uchun phi deb turaylik. Phi mana bu trapetsiyani o'rta perpendikulari bilan diagonallar orasidagi burchaklar bo'ladi. Phi. Demak, shu burchak aralashadi, chunki shuni 180 minus phi bu yoqqa tushadi. Demak, o'zi aslida S shtrix D teng bo'lardi 2R sinus phi da shunda. 180 minus phi degani sinus phi ga teng bo'ladi. 2R sinus phi. Lekin mana bu yer nimaga teng? Demak, bular sinus phi aralashyapti bu yerda. To'g'rimi? Demak, yuqoridagi burchak bizga bor. Umuman olganda, demak,
DA nimaga teng? Mana bu burchakni psi deb turaylik. DA nimaga teng? DA esa 2R shtrix sinus psi ga teng. Demak, DA bor, keyin e, demak bu topildi. Bu ikkalasi tengligini ko'rsatishimiz uchun, bu ikkalasi tengligini ko'rsatishimiz uchun 2R sinus phi, 2R shtrix sinus psi bir-biriga tengligini ko'rsatish kerak. Demak, bular bir-biriga tengligini ko'rsatadigan bo'lsak, demak, biza asosiy maqsadimiz, demak, R sinus phi teng R shtrix sinus psi ligini ko'rsatishimiz kerak. Yoki boshqacha aytganda, R taqsim R shtrix tengligini ko'rsatish kerak. Sinus psi taqsim sinus phi. Bu nimaga teng? Sinus psi taqsim sinus phi degani bu mana bu b y taqsim uchburchakda mana t y bu uchburchakda b y taqsim b y taqsim bt. B y taqsim bt ga tengligini ko'rsatishim kerak. B y taqsim bt e'tibor beringlar, bu xohlasam bu yoqqa o'tkazishim mumkin. T h' y taqsim bu Apollon aylanasi edi bu. Yashil. Apollon aylanasi nimani Apollon aylanasi? T bilan y ni Apollon aylanasi. Bunda olingan ixtiyoriy nuqta uchun uchburchak yasasam, uni ichki bisektrisasi x ga tushadi, tashqi bisektrisasi y ga tushadi. Va Apollon aylanasining xossasi o'zi mana shu nisbat o'zgarmas edi. Ya'ni shu aylanayotgan ixtiyoriy nuqta uchun mana shu nisbat o'zgarmaydi. Shu aylanayotgan ixtiyoriy nuqta uchun y gacha bo'lgan masofani t gacha bo'lgan masofaga bo'lsam o'zgarmaydi. Bu albatta misol uchun buni xohlasam s nuqta shu aylanayotgan uchun s ga taqsim s deb olsam ham bo'ladi. Va s ga taqsim s mana bu uchburchakka e'tibor bersangizlar, s ni qarshisida betda yotibdi. Demak, bu sinus betda taqsim sinus alfa bo'ladi. To'g'rimi? Va bu mana shu tenglik ko'rsatishimiz kerak. Bu tenglik mana bunga ekvivalent. Bu bor bizda, mana buni ko'rsatishimiz kerak, ikkalasi tenglik. Bu bor. Ikkalasi tengligini ko'rsatishimiz kerak bo'lgan tenglikni olib keldikda r taqsim r shtrix mana shunga tengligi ekvivalent ekan bu ko'rsatishimiz kerak. Lekin bu tenglik borki bizda, chunki sinus alfani bu yoqqa ko'paytirsak, demak r sinus alfa teng r shtrix sinus betda. Mana shuni ko'rsatishimiz kerak. Bu bizda bor. Xullas, buni o'zi aslida harmonik ko'chirish orqali olib kelsa ham bo'ladi. Demak bizda bor narsa demak mana shu S shtrix nuqta biza qidirayotgan S nuqta ekan qisqasi. Mana. Ma'lum, demak biza S shtrix nuqta biza qidirayotgan S nuqta ekan. Bo'ldi. Demak masala qurildi. Demak teng yo'lli trapetsiya, diagonalda kesish nuqtasi E, B, H, B shtrix, H shtrix, demak tomonlar olindi, T da kesishyapti. Demak D mana bu o'rta perpendikulga ko'chish ixtiyoriy nuqta olsam, DA A'ni topish uchun bitta yon tomonga perpendikulyar tushiraman va shu markazda aylanib chizsam hozir, demak bular bir-biriga teng bo'lgani uchun shu markazda aylanib chizsam bu ikkinchi yashil aylanamiz bo'ladi-da, boshdagi chizmadagi. Shu D markazli bu aylanib chizsam bu D S shtrixdan o'tar ekan. Demak A'dan ham o'tadi, mana bu yerda urinma bo'ladi va mana bu yerda A shtrixda urinma bo'ladi. Bundoq kelish kerak. Shtrixda urinma bo'ladi va hokazo. Demak, mana shunda ikkinchi aylanamiz ekanda bu. Demak, S nuqta biz hozir nimani isbotladik? O'zi aslida birinchi ishni qilishimizdan maqsad, birinchi misol bu aylana urinmaligini ko'rsatishimizdan maqsad ana harmonik nuqtalarning xossalari edi. Xohlasak oldin S nuqtani aniqlab, keyin davom etsak ham bo'lardi. Lekin asosiy bizani ko'rsatgan narsamiz, xo'p, S shtrix va S aniqlansa shunday. S aniqlansa, mana bu S D Y ni tashqi aylanasi mana bu yashil aylanaga urinma bo'lar ekanda. Biz nimani topdik? Biz topgan narsamiz S degani aylanasi, demak urinadi. F markaziy trapetsiyaning tashqi aylanasiga urinar ekan. Va bu urinish nuqtasi Fs bo'lar ekan. Va bundan urinish nuqtasi S bo'ladigan bo'lsa, S nimani beradi bizga? Fs teng Fp ni beradi. Chunki bu ikkita aylanada yotadi. Fp ni beradi. Va o'zi aslida Fo ni, ya'ni bu shu SDy ni tashqi aylanasi olinardi. SDy ni tashqi aylanasi, demak buni tashqi aylanasi O desak, tashqi aylana markazi Fo da P nuqta olinishi kerak edi. Bu Fp teng Fp bo'ladigan P nuqta olinishi kerak edi o'zi aslida. Lekin biz oldik-ku. Demak, chunki hozir Fs teng Fp ham bor. Birinchidan, ikkinchidan S nuqta tegishli Fo'ligi ham bor. F to'g'ri zidda yotadi. Chunki bu hozir ikkita aylana urish nuqtasi bo'lsa, demak markazlari tutashtirilsa, demak shu, demak O qayerdadir yozsa, demak
F4 borsa, demak urinish nuqtasiga boradi. Gammatetik markaz. Demak, e, demak S va P o'z aslida ustma tushar ekan. Demak, P boya shunda aytdikku, misol uchun F4da P nuqta olindi, g'alati-da, masalan shart. Chunki demak, masala qanaqa ekan? F4 davom ettirildi, aylanalar urish nuqtasiga bordi. Demak, urish nuqtasi P. O'z aslida hech bo'lmasa boshida F1 davom ettirdik. Bitta misol uchun mana bu aylanani kesdi desa ham bo'lardi. Va hokazo. Demak, S nuqta P ekan. P ekan. Endi biz e, isbotlashimiz kerak bo'lgan narsalarga o'tsak bo'ladi. Demak, demak, bizda nima bo'lyapti? Xo'p, e'tibor beringlar, bu nisbatan sintetikroq yechim. Boshidan misol uchun analitik g'oyalarni ishlatmadik. Ko'proq sintetikroq yechim. Masalan, mag'zi sintetikroq. Ya'ni nisbatan ozgina proyektiv, misol uchun harmonik nuqtalar va hokazolar ishlatilyapti, lekin asosiy qismi sintetikroq. Ko'proq masalani boshqacha quryapmiz. Angle chasing ko'p joyda ishlatilyapti. Va endi masalani yana bir marta chizmani chizib olsak, demak, endi S nuqtamiz P deb chizib ketaveramiz. Yana yaxshi variant. Demak, hop, pastroqqa tushiramiz. Xo'p, demak, mana bu B edi, mana bu H, H', mana bu yog'i O'. Demak, trapetsiyada endi diagonallar, demak, E nuqtada kesishadi. E nuqtada kesishadi. Demak, E nuqta, demak, va mana bu o'rta perpendikulyar trapetsiyada, demak, yoki burchakning bissektrissasi va hokazolar. Va demak, hop, trapetsiyaning tashqi aylanasi. Bu bizda birinchi yashil aylanamiz. Demak, birinchi yashil aylanamiz va bu nuqta demak, Y va buni markazi, demak, o'rta perpendikulyar BH dan tushirilardi boya. Demak, chizmalarda sal chizmalar o'zgargan bo'lishi mumkin, ketma-ket. Ikki xil chizmada farqi yo'q. F olingan. Demak, endi mana bu yerda ixtiyoriy D olinadi. Ixtiyoriy D olindi. Mana bu D. Va bu tomonga perpendikulyar tushiriladi. Mana A. Va bu tomonga ham endi A ni simmetriyaga o'tgandek perpendikulyar tushiriladi. Bu A'. Mana bu aylanani bularni kesish nuqtasi muhim emas aytgancha. Demak, bizda mana bu aylanani kesishi muhim. Endi hozir mana bu aylanani chizadigan bo'lsak, T D aylanani. E'tibor bering, T A' dan o'tadi va mana bu yerda kesib o'tadi. Demak, mana bu aylanani mana bu yerda kesish nuqtasi mana shu muhim. Demak, bu biz uchun P ekan bu. Mana shu biz qidirayotgan P ekan bu. Mana shu biz qidirayotgan P va eng muhim vositalardan biri mana shu o'zi aslida mana T P D E va mana bu D A dan yoqqa, demak, S mana bu yerda yotardi. S mana bu yerda yotadi. S. Xullas, D A bilan D S bir-biriga teng. Mana bu ichki aylana, burchakka ichkirilgan D markazli aylanada ham yotadi. Ikkinchi yashil aylanada bu yerdan o'tadi. Hozir chizib o'tirmoqchi emasmiz.
va P nuqta asosiy xossasi P nuqtani. Demak, mana bu aylana urinar ekan bu yerga. Ya'ni P nuqtada urinadigan aylana bor ekan. Ya'ni D dan o'tadi, bu yoqda Y dan o'tadi, bu yoqda S dan o'tadi. Mana bu yoqda demak, ana shu aylana bor ekan, urinadigan. P nuqtada trapesiyan tashqi aylanasiga urinar ekan. Trapesiyan tashqi aylanasiga urinar ekan. Xo'p, endi demak, biza aslida nima bo'lyapti? Demak, birinchi xo'p, biza bildik o'sha D markazli A, misol uchun D A radiusda aylantirsak, mana bu S dan o'tadi. Demak, bular bir-biriga teng, bular turib tursin mayli. Lekin biz aslida endi asosiy qilayotgan ishlarimizdan uchinchisi bo'ladi bu. Bu to'rtinchisi ekan. To'rtinchisi ekan. S teng polligini ko'rsak, to'rtinchisi T B Y uchburchakka qarasangizlar, demak, T B Y uchburchakka qaranglar, T B Y. Mikel nimani beradi? Uchburchak uchun Mikel nuqtasi nima edi? Ya'ni uchburchakda o'zi farqi yo'q, tomonlar tashqarisida, ichkarisida. O'zi asosiy g'oya uchburchak tomonlarida, demak, xohlagancha 3 ta nuqta olinadi. Va mana bu aylanalar chizilinadi. Demak, bu uchdan o'tuvchi bu aylana, bu uchdan o'tuvchi mana bu nuqta deylik, mayli. Bu aylana chizilsa va mana bunisi ham chizilsa, demak, uchalasi bir nuqtada kesishishi shart. Ichkaridan Mikel nuqtasi oddiy angle chasing burchakdan kelib chiqadi. Endi aynan shu ishni bajaradigan bo'lsak, mana T B Y uchburchak uchun Mikel nuqtasi, ya'ni uchburchak tomonlarida nuqta olinishi kerak. Faraz qilaylik, T D tomonda A olindi. Demak, T D tomonda A nuqta T B tomonda olindi. Va B yerda davomida olinishi ham mumkin. Mikel uchun o'zida farq yo'q. Davomida olinsa qaytanga yaxshi. O'zi nima uchun bo'lib qoladi? To'rtburchakka o'tib ketishi ham mumkin. Demak, 4 ta aylana bo'lib qolishi mumkin va hokazo. Demak, A T B da olindi hozircha. 3 tasi yetadi, A T B da olindi. D nuqta T Y da olindi. Va S nuqta davomida olindi B yerda. Mana 3 ta tomonda 3 ta nuqta olindi. Demak, A nuqta T B da olinsa, B nuqta T D da olinsa, ikkalasida ham T umumiyku. Demak, bizda T A D aylana ketyapti. Demak, mana bu ikkalasi uchun endi demak T A D aylana mana bu aylanadi u. T D diametrli aylana bu. Va mana bu ikkalasini qaraydigan bo'lsak, Y dan o'tyapti. Demak, E uchidan ekan. Demak, E S D aylana. Bu D Y S aylanadi, mana bu aylana. D Y S aylana. Va o'zi aslida allaqachon biz bilamiz, bu ikkita aylana faqat P da kesishadi. Bu ikkita aylana P da kesishadi. Allaqachon bilamiz, chunki biza bu aylana T D Y bilan mana bu trapesiyan tashqi aylanasini kesishtirdik. Shu kesishgan nuqtasi D Y S urinma bo'lib qoladi. Demak, bu P. Demak, bu ikkalasi P da kesishadi. Demak, uchinchi aylana ham P dan o'tishi kerak. Bu ikkalasini guruhlasak, demak, ikkalasida ham bu bor, B A S yoki A B sini tashqi aylanasi. Demak, bu P nuqta ham bunga tegishli bo'lib qolar ekan, hozir Mikel nuqtasi bo'lgani uchun. Demak, bu degani o'zi boshidagi A B S uchburchakning tashqi aylanasi ham P dan o'tar ekan. Hozir mana shu holatda. O'zi bu xossa boyagidek bunaqa chizma qilib o'tirish shart emas. Ixtiyor shunda trapesiyan chizib, mana shu TB uchburchak uchun A'si olindi. Ixtiyor S nuqta olinsa farqi yo'q o'zi bunga. Bu yoqda olinadim, bu yoqda olinadim, aylana bir nuqtada kesishaveradi. Faqat S nuqta mana bu DS bilan DA teng bo'lib qo'ygan holda, mana shunday teng bo'lib qo'ygan holda bu aylana mana bunga urinma bo'lib, P nuqta trapesiyan tashqi aylanasida ham yotib qolar ekanda. Faqat bo'lmasa aks holda, misol uchun xohlagancha S nuqta olsak, mana bu 3 ta aylana bir nuqtada kesishadi. Faqat P ichkariga tushishi mumkin, tashqariga tushishi mumkin, trapesiyan aylanasida yotmasligi mumkin. Va hokazo. Demak, bu holatda hozir urinma bo'lib qolar ekanda. Demak, urinma ham bo'lib qoladi, P nuqta bu yerda yotadi. Demak, P nuqta abisini tashqi aylanasida ham yotib qolar ekan. Demak, bu 4-chi ishimiz. Endi tayyormiz desak bo'ladi isbotlashimiz kerak bo'lgan narsaga. Chunki biz nimani isbotlashimiz kerak edi? Biz isbotlashimiz kerak edi BP bilan. Qaranglar. Isbotlashimiz kerak bo'lgan xossa, demak 5-ishimiz. Demak, biza BP ni tutashtirishimiz kerak edi. Qarang, o'zi bu bitta aylanada yotar ekan. Hozircha chizmay turibman aylana. Hop, nisbatan chizib qo'yaylik, chunki mana bundoq, demak bu bitta aylanada yotar ekan. S dan ham o'tib, B. Demak, bular bitta aylanada yotar ekan. Va BP bilan endi A sini tutashtiraman. A si mana bu. A si. Demak, bu biz uchun Q nuqta edi, berilgan.
Q nuqta berilgan edi. Demak, bular berilgan. Va bizga ko'rsatishimiz kerak bo'lsa A kubi burchak edi. Boshidagi masalada, demak, A kubi nuqtalar o'zgarmayapti, faqat chizmalar qayta chizilyapti. Demak, boshidagi masalada A kubi ishlatilgan. To'g'rimi? A kubi burchak teng DPF burchak. Mana shuni ko'rsatmoqchimiz bu. Demak, A kubi burchak. Demak, A kubi. Endi mana bu yerda chizmada tutashtirib chizib o'tirmayman buni. Chunki aylanada, mana faraz qiling, bitta aylana olindi. Mana bu yerda A olindi. Demak, mana bu yerda B turibdi. Mana ikkita tomonda A, B turibdi bu tomonda. Bu tomonda bittasida P, bittasida S turibdi mana. To'rt burchakka o'xshab, demak, olindi. Shuni diagonallar orasidagi burchakni so'rayapti bizga. Mana burchakda, mana shu diagonalga kelish nuqtasi Q. Va bu albatta bilamiz nimaga teng? Demak, mana bu yoqdagi yoy va bu yoqdagi yoy qo'shilib, yoy deganda endi burchak, markaziy burchak tushunishim mumkin. Markaziy burchak bo'lsa qo'shib ikkiga bo'linadi yoki shu yoylar qo'shiladi. Oddiy, chunki bu burchak bilan mana burchakning yig'indisida bu ikkalasini qo'shsam, buni qo'shnisini beradi. Bu degani bu yoylarning yig'indisi. Bizda yoy deganda demak markaziy emas, tiralgan burchak tushunamiz. Demak, bu teng ekan mana shu aylanada A, B yoy plus S, P yoy. E'tibor beringlar, yoy deganda markaziy burchak emas, tiralgan burchak tushunyapmiz. A, P yoy, A, B yoy, S, P yoy. Endi ixtiyor nuqta olish mumkinda, A, B yoyni deganda tiralgan burchakni olib ketaveramiz. Xo'p, demak shu ekan. Endi shu burchakni biza nima bilan tengligini ko'rsatishimiz kerak? P, F, P, qaranglar, F dan P ga borib D ga qaytishim kerak. Demak, mana bu. Ya'ni F dan P ga borib, ya'ni qaytaman D ga, F dan P ga borib D ga qaytishim kerak. Mana bu yerdagi burchak haqida gap ketyapti. Mana shu burchak haqida. Shu burchakka tengligini ko'rsatishim kerak, shu yoylar yig'indisi. Xo'p, endi bu misol uchun Apollo aylanasi va hokazo. O'zi bu aslida mana bu yerda O'dan ham o'tadi, e'tibor beringlar, mana bu yerda O'dan ham o'tadi. O. Va bu aylanada bu nima bo'lib qoladi hozir? Bu D bilan tutashsam, bu aylanada mana bu yoyga chizilganda 90 minusi bo'lib qoladi. Hozir mana bu burchak chizsam, demak nima ekan? Mana burchak chizsam, mana shu yerni boya alfa ishlatdik, lekin yana alfa deb turamiz. Demak, mana shu burchakni yoki x deb olsam, mana shu burchakni x deb olsam, chunki bu tiralgan burchakda mana bu yoq 2x bo'ladi. Hozir bu mana bu aylanada 2x bo'ladi. Mana 90 minus x, demak burchak FPB FPD FPD 90 minus x ekan. X nima bizada? X oddiygina P, Y, T. X nimaga mana shu burchaklarni belgilab olyapti? Chunki bu burchaklar fiksirlangan. Chunki Y ga bog'liqda. Yana o'sha boyagi uchburchagimizga qaytib olamiz. Chunki Apollon aylanasidagi uchburchak burchaklariga o'tib qolyapti-da. Demak, D ni o'yindan chiqarib olish kerak. Chunki D ixtiyoriy nuqta edi, D o'zgarib turadigan. To'g'ri, aylana urinadi, lekin D o'zgarsa, aylana urinadigan aylana o'zgarib turaveradi-da. C ham o'zgarib turaveradi. Shuning uchun D ni o'yindan chiqarib olyapmiz-da. Bu burchak demak X ga bog'landi. Demak, X ga bog'landi har doim. Va X fiksirlangan. Bu burchak o'zgarmaydi hech qachon. Demak, bu burchak o'zgarmaydi. Bu degani bu P da yoyga tiralgan burchak bir xil bo'lib boraverar ekan. Demak, D o'zgarsa ham. Endi P ga nisbatan o'zgaradi, P o'zgarsa, P o'zgaradi albatta, bunga nisbatan o'zgaradi deyish. Demak, P ga nisbatan va hokazo. Xo'p, endi bu bor. Endi yuqoridagini shunga tengligini ko'rsatish kerak. Demak, AB yoy. AB yoy deganda endi ixtiyoriy nuqtani tanlab olishim mumkin. Va PS yoy deganda ham ixtiyoriy nuqtani tanlab olishim mumkin. Demak, burchak A kubini endi aniqroq topamiz. Demak, bu aytdik AB yoyga SP yoyni qaysi uchburchakni tashqi aylanasidagi yoylar bular? Bu ABsini tashqi aylanasidagi yoylar. Ya'ni bular ABSP aylana haqida gap ketyapti bu yerda, shuni yoylar. Endi xohlasam buni aytaman, mana APB burchak deb olsam bo'ladi mana buni. AB yoyni. APB burchak. To'g'rimi? Va qulayrog'i ham shu ekan, demak APB. Va SP da esa SP yoyda. Misol SP yoyda, misol uchun SBP deb tursam bo'ladi. A ni o'yindan chiqarib yuboraman-da. B ga nisbatan olaman. SBP deb tursam bo'ladi.
Va endi qaranglar, SBP bu mana bu B'-BP desam bo'ladi-da buni. Xo'p, birinchi A, P, B ni qanday almashtirsak bo'ladi A, P, B ni? Mana bu yerda ikkitasini kesishgan nuqtasi bor. Demak, shu bo'yicha yozib olsak, bu tomonga o'tib qolar ekan. Bu tomonga o'tib qolar ekan. Hozir. Demak, mana bu bunaqasiga o'tar ekan, mana P ga kelyapti. P ni bu yoqdagi sherigi ham bor mana bu. Mana bu yoqdagi aylanagish nuqtasi, yoy va hokazo. Xo'p, bu bilan bu tutashtirilsa, demak mana bu P shtrixda bu yoqdagi sherigi. Hozir sal chizma boshqacharoq bo'ladi, lekin xo'p, mana bu yoqdagi P shtrix deb tursak, demak bu ikkita aylanani kesish nuqtasi P bu yoqda kessa, mana bu perpendikularni kesishi bilan adashtirmanglar. Bu perpendikularni yo'q deb tasavvur qilib turaylik. Mana bu ikkita aylana, yashil aylana bilan mana bu A, T diametrli aylanani kesish nuqtasi P shtrix. Demak, A, P, B degani A dan P ga borib, oldin P shtrixga kelaman, keyin P shtrixdan P ga borib, B ga boraman. Demak, A dan P ga borib P shtrixga kelaman, keyin P shtrixdan P ga borib B ga boraman, plus endi S, P, B. Demak, bu yoqdagisi. S, B, P. Bu degani B shtrix B, P. Katta aylanaga o'tib olyapmiz-da. Burchak B shtrix B, P. B shtrix B, P endi katta aylanada mana bu B shtrix B, mana bu yoyda u. Demak, mana bu trapeziyan tashqi aylanasida. Demak, shu yoy bo'ladi. Endi uni mana bu yerda kichik qism bor. Mana misol uchun xolasak, mana buni chizib olamiz. Bu mana bu yerdagi H P shtrix yoyi bor buni. Demak, xo'p, birinchi A P shtrix, qarang, A P shtrix P degani mana bu yerda kichik yoy A P shtrixda, lekin mana bu aylanadi u. To'g'rimi? U albatta mana bu yoqqa o'tadi va bu simmetrik bu yoqqa ko'chadi boyagidek. Bir xil bular. Simmetrik. Demak, mana bu burchak haqida gap ketyapti. Demak, bu degani HTP. Bu HTP yoki HTP hokazo. Farqi yo'q. Demak, burchak HTP haqida gap ketyapti. Mana bu burchak shunga teng. HTP plus burchak P'-P. Demak, endi P'-P dan B ga qaytyapman. Demak, mana bu yerda kichik burchak B P' burchak yoki H P ga teng, chunki bular bir-biriga simmetrik ko'chadi-da, ular perpendikulyar bo'lib, mana bisektrisaga nisbatan. Demak, H' P bu. Demak, yoki shu yoy. Bu degani H' dan Y ga borib, Y ga ko'chirib turganim yaxshi. H' dan Y ga borib, P ga qaytaman. H' dan Y ga borib P ga qaytaman. Demak, bu burchak shunga teng. Demak, bu bunga teng, bu bunga teng. Endi mana buni topmoqchimiz. Bu qaranglar, B shtrix B P. Bu degani mana bu yoy, mana bu yerda B shtrix P yoy. Bu B shtrixdan H gacha boraman, mana bu yerda yana kichkinasi bor, boyagidek. Demak, bu B shtrixdan H gacha borsam, bu trapetsiyani mana bu burchagi. Bu. Demak, mana shu burchagi trapetsiyani. Trapetsiyani bu burchagini teta deb turaylik. Demak, trapetsiyani shu burchagi plus mana bu yerda kichik yoy H' P qolib ketdi. H' P. Va u yana bir marta H' dan Y ga borib P ga qaytaman. Va ikkita shunaqa bo'lib qolyapti boyagidek. Demak, HTP qo'shilyapti, ikkita H'-Y P qo'shilyapti, plus teta qo'shilyapti. Va bu biza qidirayotgan burchak bo'lib qolyapti. Ya'ni biza qidirayotgan. Mana bu ikkitasi aniq bu. Demak, buni ikkitasi mana bu H'-FP desam ham bo'ladi-da, buni hozir. Xohlasan. Masalan, H'-FP bu. Endi HTP ham bor. Masalan, HTP. Hop, xullas, demak, mana bu yoqdagi x biza qidirayotgan burchak 90 minus x. Shuni qo'shsak 90 chiqadi. Demak, bu yog'i yana angle chasing. Demak, HTP. HTP qayerda? Demak, H emas, bu H' ekan. H'-TP deyish. H'-TP. To'g'ri, H'-TP. Demak, bu yoqdagi mana burchak.
Hop, h t p. Demak, bu burchak turib tursin. Hop, ikkita bu teta ham turadi. Hop, bu burchak nimaga teng? Ikkita h y a. Mhm. Demak, hop, ikkita bu burchak. Demak, bu burchakka qaraydigan bo'lsak, xullas, a, bizning maqsadimiz, demak, mana buni ko'rsak, x ni ko'rsak bularga 90ligini ko'rsatsam bo'ldi. Demak, mana shu yerga x ni qo'shsam, demak, h t p plus ikkita h y p plus teta plus x teng 90ligini ko'rsatsam bo'ldi. Chunki shunda mana bu burchakning yig'indisi 90 minus x bo'ladida, f p ga teng bo'lib qoladi. Demak, bular nimaga 90 ga teng? Shuni ko'rsatishimiz kerak. Uchalasining yig'indisi. Qaranglar, h t p mana bu yerdagi burchak. Va mana buni ikkilangani esa ikkita chekkadagi yoyni beradi. Bizda teta nima? Teta bu tip burchak. Demak, x ni aniqroq topishimiz kerak. X nima edi? Xo'p, demak, x deganda biza mana bu burchak bilan mana bu burchakning yig'indisini tushunsam bo'ladi-da. Chunki bunga buni qo'shsam, buni qo'shnisini beradi. Bunga buni qo'shsam, buni qo'shnisini beradi. Xo'p, x ni shunaqa qilib olamiz. Mana h-tp plus ikkita h-yp. To'g'rimi? h-yp plus teta turadi. X ni o'rniga mana buni o'tamiz. yp burchak ypf plus burchak pf y. X shunga o'tib qoldi. Mana buni 90ligini ko'rsatishimiz kerak. Teng, e'tibor beringlar. h-tp tepada turadi. Endi buni yoniga buni olib kelaman, ypf ni. Nimaga ypf ni? Chunki boyagi Apollon aylanasida biz bilamiz, Apollon aylanasida mana t mana bu yoqdagi x y harmonik, demak x y diametrlarning Apollon aylanasi. Apollon aylanasida markazi f va p, ya'ni t p y uchburchakda Apollon aylanasi markaziga p dan tutashtirsam, albatta tashqi aylanasining urinmasi bo'ladi. U degani orada mana bu urinma orasidagi burchak mana bu tiralgan burchakka teng. Mana bu yerdagi tiralgan burchakka teng bo'ladi doim. Demak, buni yoniga olib keladigan bo'lsam, ikkalasini qo'shaman hozir. Shunda burchak PTD bo'lib qolyapti. Yoki PTY desak bo'ladi. Demak, PTY. Demak, mana bu ikkalasining yig'indisi nimani beradi? Bu mana shu burchakni beradi-da faqat, ya'ni BTY ni beradi. Tepadagi burchak plus endi teta turibdi. Mana bu yerdagi burchak yoki bu tomondagi burchak, teta farqi yo'q trapetsiyada. Va endi bu ikkalasini mana bu bilan mana buni ikkilangani bilan buni qo'shishim kerak. E'tibor beringlar, buni ikkilantirsam, xo'p, buni ikkilantirsam mana bu yerdagi burchak kelib qoladi. Ya'ni ikkilangan burchak, albatta markazga o'tirsam aylana markazi f ku. Buni ikkilantirsam, demak bu h-fp ga o'tib qoladi, hozir ikkilangani. Va bu yoqda burchak pfy qo'shilyapti. Mana bu ikkalasining yig'indisi nimani beradi? E'tiboring, h-fp ga keyin p dan f d y ga boryapman yoki mana x ga boryapman. pfx h-fp ikkalasini qo'shsam h-fx da u. Demak, bu burchak h-fx yoki y. Mana bu aylana yoyidan qarasak, h-f. Demak, bu lekin unga tiralgan burchakni ikkilantirishim kerak-da mos. Ya'ni tiralgan burchakka o'tmoqchi bo'lsam, mana bu yerni misol uchun alfa desak, mana bu yer, ya'ni aynan mana shu 2 alfa bo'ladi, to'g'ri. Mana shu yerni alfa desam 2 alfa bo'ladi. Chunki h-yx alfa bo'lsa, h-fx 2 alfa bo'ladi. Demak, bu 2 alfa. Va o'zi mana bu yoq ham alfada unda. Misol uchun bundan bunaqasiga tushirsam, bu yoq ham alfa. To'g'rimi? Chunki bu simmetrik ko'chyapti, o'rta perpendikulyar. Demak, 2 alfa o'zi mana bu yer o'zi. Demak, mana bu yer 2 alfa. 2 alfa mana bu yer. Yoki boshqacha aytganda, bu burchak h mana bu yoyga tiralgan burchakka teng yoki mana bu yerga 2 alfa. Demak, bu burchak aynan shunga teng, h' b'. Demak, yozib chiqamiz. Demak, biz burchak BTY ni topdik.
plus teta plus burchak h' b b'. Qaranglar, tetaga buni qo'shsam, bu burchakni beradi. Umumiy burchakni. Umumiy burchak va uning tepadagi umumiy burchakni qo'shsam bunga, ya'ni b, t, y yoki mana bu o'rta perpendikulasi ikkalasini qo'shsam, mana bu 90 bo'lgani uchun bu 90 chiqishi kerak. Ana isbot tugadi. Demak, bu 90. Demak, orqaga qaytsak, boshda boshlagan tasdig'imiz to'g'ri. Demak, bu 90 minus x bo'lsa, mana bu yerda ham 90 minus x. Demak, bu ikkita burchaklar teng. FPD A kubi ikkalasi bir-biriga teng ekan. Misol biroz cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Boshdagi tushuntirishlar bilan o'ylaymanki, biroz mana bunaqa qilsak, masala qiziqarliroq masalaga o'tdi anchagina. Chunki bu yerda boshqa xossalarni ko'rdik. Demak, Apollo aylanasi bir necha marta ishlatildi, harmoniyalar ishlatildi odatda. Xo'p, masala nimaga P1 ga tashlangan? To'g'ri, endi olimpiada nisbatan qiyinroq, lekin demak, qaysi qadamlarni tashlab ketish mumkin edi? Demak, agar ko'proq shug'ullanganlar bo'lsa, demak, bu qadamni albatta tashlab ketadi, chunki bu bor narsa. Aytaylik. Esga olsa. Demak, o'zi boshidagi asosiy qiyinchilik bu yerda masalani shu holatga o'tkazish bo'lib qoldi-da. Mana shu holatga o'tkazish asosiy qiyinchilik bu. Vazingsda ham asosiy yechimlar afsuski analitikroq va to'liq birorta adashmasam to'liq yechim yo'q u. Balkim bo'lishi ham mumkin. Hisob-kitob qandaydir. Va bu yerda masala bunaqasiga o'tkazsak, aynan mana bu xossadan keyin S nuqtani urinmaligi kelib qoladi. Bu yog'iga masalan osonroq ishlasa bo'ladi.